kelin kuyov o'xshar yulduzlar aro uchib yurgan yondosh sayyoralarga. Sevgi fazosida ular bor tanho, ne parvo yerdagi avoralarga. Ular bizdan olis qilmoqda parvoz, samon yulduzlari kumush poyandoz. Ularning qalbida ilohiy tuyg'u, qudrati oliyga turar ro'baro. İntizor qalblarga bering al-amon, muhabbat arshida ursinlar javlon. Ey go'zal kelinchak, ey oshiq o'g'lon, oq yo'l saodatli istoralarga. Aziz do'stlar, keling o'rnimizdan turib, guldiroz qarsaklar bilan kelin kuyovni kutib olaylik.
Hurmatli san'atkorlarimizga avvalambor ijodiy parvozlar tilab qo'yamiz. Sog'inch muddati tugab, diydori fursati yetgani bayrami. Assalomu alaykum, sog'inchni yengib yana bir bora shirin diydorga yetgani qadrli yurtdoshlari. 2025-yil fevral oyimizning 19-sanasi, chorshanba oqshomi. Kimlar uchun bu kun odatiy kuni, lekin kechamizning tom ma'nodagi qahramonlari, barchamizning e'tiborimiz markazida turgani kechamiz juftligi Donyorbek hamda Mushtariyxon kelinchagimizning hayotida unutilmas tarixiy sana bo'lishiga ishonchimiz komil. Boisi bugun sevishgan ikki qalb sohibining baxt va visol oqshomi. Ana shu munosabat ila ushbu ta'tilimizni qutlab kelayotgan barcha yurtdoshlarimizga avvalambor qalbimiz ko'rdan aytamizki, xush kelibsiz azizlar. Darhaqiqat, avvalambor bugungi kechamizning asl sababchilarini, oqshom juftliklarini bugungi to'g'ri tanlov bilan muborakbod etmoqchiman. Hayotning yangi so'qmoqlari, undagi go'zal manzaralar har ikkingizga xayrli hamda muborak bo'lsin. Albatta siz O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lib, shahar va tumanlarimizda ish faoliyatini olib borayotgan fuqarolik holati dalolatnomalarni yozish bo'limi inspektorlari tomonidan xotin deya e'lon qilinib, shar'iy hamda rasmiy bo'g'inlardan iborat bo'lgan mehr muhabbat rishtasini oliyjanoblik oila ittifoqini tuzmoqdasiz. Avvalambor bugungi qo'llayotgan oliyjanoblik ittifoqingiz bir umrga mustahkam bo'lsin. Oila tanmish muqaddas saltanat sarhadlarga qo'yayotgan ilk qadamingiz ham qutuq keshidan umidvormiz albatta. Samodan ilohiy nikohingiz yuborilgani chin bo'lsin. Bugundan muqaddimasiga ilk satrlarni yoza boshlaganingiz sevgi afsonasi tillarda doston bo'lishiga tilakdoshimiz. Aynidan bugun farzandlar baxtu kamollardan boshlari ko'k ketayotgan to'y sohibi hamda sohibalarni, ya'ni kim bugun Saloy qaynotamiz hamda Ma'rifatxon qaynonajonlarimizga, alohida bugun to'y boshi bo'layotgan aziz amakilarimizga, do'ylarimizga, amma yu xolajonlarimizga bir so'z bilan ta'kidladigan bo'lsak, Rajab ovlar salonasiga, Yusuf ovlar salonasini barcha vakillariga bugungi farzand baxtu kamollari muborak bo'lsin deya biz kechamizni ilk suluvli daqiqalarimizda ayyomlarimiz ochib berguvchi elimizni bugungi boshi Ruslan akamizni man yonimizga chorlamoqchiman. Ular tomonidan yosh oilamizga bo'lgan tabriklarimiz bilan bir qatorda kechamizni mamnuniyat bilan bugungi ayyomlarimizni oshiq deya e'lon qilish istagidamiz. Yana bir bora barcha eldoshlarimizga aynan elimizni bugungi boshi Ruslan akamizga bugungi to'ylar navbatdagi diydor onlari muborak bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum aziz mahalladoshlar, aziz eldoshlar. Mana bugun shu Rajab oplar xonadonida shunday farzand to'yi Kuramboyamni, So'ramni bugungi to'y bilan tabriklaymiz. Salayamni, Ma'rifatlarni farzand to'yi bilan tabriklaymiz. Shu yangalinni xizmati bersin, uzoqdan so'ng tursin, shu xonadonni baxt davlat olgan bo'lsin. Shu otalardan, onalardan elimizga, yurtimizga foydasi tegadigan bir namunali bir oila bo'lsinlar. Yana bir o'z nomimdan, mahallamiz nomidan shu Rajabovlarni bugungi to'y bilan tabriklaymiz. Shu yilni oqlab, oqtiqi bo'libdi deb Salayamni, Ma'rifatlarni tabriklab kelib o'tirish hammamizga nasib etsin. Shu bilan to'yimiz ochiq, yeb-ichib, yazilishib o'tiraverasizlar. Katta rahmat deymiz elboshimiz tomonidan aytilgani dastlabki samimiy niyat istaklarimiz ham barchaligi ijobat bo'lsin. Azizlar, bugun Rajabovlar oilasi tomonidan anvoni nozu ne'matlarga to'liq bo'lgan sharqona, shohona uslubdagi dasturxonlarimiz yozilgan. Nozu ne'matlarimiz bizlar uchun tortiq etilgan. Barchangizni bugungi yoshlarimizni visol tantanasi munosabati bilan yozilgan ajoyib dasturxonlarimizga marhabo deya oqshomning so'nggi daqiqalariga qadar bayramona ruh sizlarni tark etmasin deymiz. Va albatta mana kuyov to'ramizga aynidan murojaat
qilmoqchiman. Doniyorbek, o'zingiz joyiziya bilsangiz, go'zal kelinchagimizni oy yuzlardagi oppoq xarir ro'mollarni asta-sekinlik bilan ochib qo'yasiz. Albatta bugun go'zal kelinchagimizni oydek husn jamollaridan ayollarimiz, onajonlarimiz ham bahramand bo'lsalar ajab emas. Marhamat qilib ayni daqiqalarda bugungi shoh sifatlarimizdan ajratilgan maxsus taqdir ovollarimizdan bemalol o'rinlaringizni egallab olasizlar. Baxtli bo'ling, qo'sha qaring, eng asosiysi saodatli bo'linglar. Alloh tomonidan sizlarga sog'lik soliha, mo'min musulmon o'g'il qizlarni niyat qilamiz. Qadrli do'stlar, hurmatli yurtdoshlarimiz, ayni daqiqalarda ushbu tantanamizda xizmat qilayotgan ijodiy hamkorlarimizni eslatib tanishtirib o'tamiz. Demakki, avvalambor mana shunday ajoyib koshonani xalqimiz xizmatiga topshirib qo'ygan Maqsudbek to'yxonasi ma'muriyati hamda ishchi xodimlariga bugungi xizmatlari uchun alohida tashakkurlarimizni izhor etamiz. Qolaversa bugun biz bilan birgalikda ajoyib bir sahna dekoratsiyalarini e'tiborimizga taqdim etayotgan romantik dizayn sahna bezaklari, shoh myuzik chiroqlari va albatta oliy xizmat, oliy sifat ustuvorligidir shiori ostida xalqimizga xizmat qilib kelayotgan Shohruh media studiyasini professional tasvirchilari bugungi tantanamizni har bitta qizg'in jarayonlarni e'tibordan chetda qoldirmagan holda tariximizga muhrlab borishadi. Albatta sizlarni ko'p kutilmagan holda kechamizni badiiy qismiga navbatni beraman. Ijodiy sahna maydonimizdan o'zini savlati, o'zini jozibasi, o'zini ovozlari bilan tashrif buyurgan, elimiz suygan yoqimli ovoz sohibi, Shuhrat medali sohibi, Respublika Nahol davlat mukofoti sovrindori Dilmurod Sultonov kuylaydi. Marhamat. Kulak koyuluşudur sözüm beyanı, kulak koyuluşudur sözüm beyanı. Azam bostan gülü yolda da gitti, dünya'nı hiç kime yoktur peyani, dünya'nı hiç kime yoktur peyani. Peymanın bir demde doldu da gitti, peymanın bir demde doldu da gitti. Haberdar bolğunun bilen sabundan, ayrıldın yelinden, süyençten hak buyurdu Azrail'e bağına, hak buyurdu Azrail'e bağına. Bir pişken meyvenin yolda da gitti, bir pişken meyvenin yolda da gitti.
ayra olaq degen bir öçmez ot bulur. Ayra olaq degen bir öçmez ot bulur. Açılgan ter gülün çaldı da gitti. Açılan ter gülüm çaldı da gitti. Bu dünya ezelden gamhane diller. Kazadan kurtulmaz müridler pirler. Dünyanı türetken eli dikirler. Dünyanı türetken eli dikirler. Ular hem dünyaya keldi de gitti. Ular hem dünyaya keldi de gitti. Seydi hikmet aytır durmanın saçı. Halil kurban etti oğuldan geçir. Musa okutulmadı ölümden kaçır. Kara yer koynuna saldı da gitti. Ular hem dünyaya keldi de gitti. Peymanay bir demde doldu da gitti. Peymanam bir demde doldu da gitti. Edep sarı işlesin tutğul. Edep dünya akşira olmaz. Edep sarı işlesin tutğul. Edep dünya akşira olmaz. Edepsiz iki alemde bilin kimse arparaz olmaz. Kime devlet şık olsa uçar her yana kanatsız. Kime devlet şık olsa uçar her yana kanatsız. Kime baktı harap olsa anı desti deraz olmaz. Kime
kime baktı kara bulsa ana destidir az olmaz. Kula genci ile okuydun Digemden yaznesi kindir Kula genci ile okuydun Meğer bir katresi tomsa Tükülgen bir de az olmaz Eğer bir kadresi tomsa Tükenmez aslı az olmaz Zuliki alemde muhabbete aşinası bu Zuliki alemde muhabbete muhabbetsiz kine köy Nakıştır asla yazılmaz Muhabbetsiz kine köy Nakıştır asla yazılmaz Edep sarı işlesin tutulur Edep dünya şiraz olmaz Edepsiz iki alemde Bilin kimser peraz olmaz Ana destidir az olmaz Ana destidir az olmaz Ana destidir az olmaz Ana destidir az olmaz Beni her dem hayran etip Bülbül deyin giryan et Beni her dem hayran etip Bülbül deyin giryan et Yürek bağrım kan etip Nazlının nazı öldürür Nazlının nazı öldürür Yürek bağrımlı kan etip Nazlının nazı öldürür Nazlının nazı öldürür Sözlemezsen kaşı kakıp Yah tebessüm birle bakıp Sözlemezsen kaşın kakıp Yah tebessüm birle
bakıp Am sana azdı içim yakıp Nazlının nazını öldürür Nazlının nazını öldürür Gam sana azdı içim yakıp Nazlının nazı öldürür Nazlının nazı öldürür Sırım bilmez ondan bülek Nazının nazı öldürür ey Nazının nazı öldürür Sırım bilmez ondan bülek Nazının nazı öldürür Nazının nazı öldürür Ben kıynansam ben de olurum Kıya bakıp lebi burayım Birdem sübet kurmay turayım Nazının nazı Aşık çekmesin cefalı Bahşetsin mihri vefalı Şair zarifi şeydanım Nazının nazı öldürür Nazının nazı öldürür Şair zarifi şeydanın Nazının nazı öldürür 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 Alır her lahza yüzcan Çeşme pataninge sellem Alır her lahza yüzcan Çeşme pataninge sellem Tüker her demde min kan Tigi micganinge sellem
Cihan bazarda söndürdü yahuti güher kadrin Dürepşenanlıkta birle Lali hendaninge sellemna Dürepşenanlıkta birle Lali hendaninge sellemna Asireyle ben kemen diyeceğim Perişan küllüm iteceğim Müselsel halkayı zülfiye perişanına sellemna Müselsel halkayı zülfiye perişanına sellemna Yüzünden zerreçe perde bitigi aşpire külbemle yarıttı hicri şanın mihri arat şaninge sellemna yarıttı hicri şanın mihri arat şaninge sellemna Eğer görseydi Yusuf melahatli cemalini Derirdi asılginen rükselü tabaninge sellemna Lebin şiirine tekellimden Ülikni atır yüzler eyler Sükan ver tuti asa Şeker iste oninge sellemna Sayı kaderine kumru yanlık etti işkiden alan Nezaket bağda serdi Remaninge sellemna
Riyayıcı bir sürek Yayılli azayid Mutuyi muhlas ettin Mekrüde sağlinge sellemna Çekersen ağayı Tünükün ulay diye bir yapar seni Bu katı mihnet içine Çıkmadan canınge sellemna O katı mihnet içine Çıkmadan canınge sellemna İşte yok ular mende küymezler Ular dert bilmezler Dünya bilmezler İşkinde yar ular mende küymezler Ular dert bilmezler Dünya bilmezler Meğer işk ilmini Miyiltseler Mindik yanalmazlar Mindik küymezler İşkinde kuygen Sargayıp sol yaman men kümemin İşkinde kuygan men kümemin Sargayıp sol yaman men kümemin Uzaklar gitmez yarım Bostaninden hiç Bulutlar tarkamaz Asmaninden hiç Kırkya bakmadın Eyvaninden hiç Oy taraflar kadim Reyhaninden hiç İşkinden kuygen Min kümin minmen Sargayıp solgemen Min kümin minmen İşkinden kuygen Min kümin minmen Sargayıp solgen Min kümin minmen
işler ki mecnun sıvamış neyley Yakşiler bu halde zamanmış neyley Yıldızlar söndü deyip Kimse inanma Hayman eytuldu deyip Kimse inanma İşkinde kuygan Men kümen minman Sargaya solgan Men kümen minman Sada yıldı deyip Kimse inanmam Eğer sevgelim nas olsa inanmam Sada yıldı deyip Kimse inanmam Meğer sevgenin nasıl olsa inanma İşkinde kuygan Men kümen minman Sargayıp solgan Men kümen minman İşkinde kuygan Men kümen minman Sargayıp solgan Men kümen minman Sargayıp solgan Men kümen Sargayıp solgan Men kümen minman 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 İşkinde kuygan Men kümen minman Sargayıp solgan Men kümen minman Salomat bo'linglar, rahmat. Hammaga yoqimli ishtaqa tilaymiz. Yaxshi kayfiyat tilaymiz. To'ylar muborak bo'lsin hammaga. Endi kayfiyatlarni ko'tarib, sho'x-sho'x qo'shiqlar bilan davom qilsak bo'ladi. Hammani ayollarni, ayniqsa opa-singillarni, yoshlarni davriga taklif qilamiz, marhamat. Raqqosa singillarimiz ham Xorazmning eng mahoratli, go'zal raqqosalari bugun sizlarga xizmat qiladi. Bemalol mazza qilib, yeb ichib bo'lgan bo'lsak, davriga chiqib o'ynab, kulib, to'yni chiroyli, fayzli bo'lib o'tishida o'zlarimizni hissamizni qo'shamiz.